Tarix shunchaki o'tmishda qolgan faktlardan iborat. Bu faktlarni jonlantirish, hayotga aylantirish bu san'at vazifasi. San'at bu adabiyot, teatr, kino va hokazo. Jaloliddin Manguberdi bu g'alabani qilish uchun nima qurbonlik berdi? Nimalarni boy berdi? Nimalarga rozi bo'ldi? Buyuk ishlar qilish uchun buyuk fojialarni boshdan kechiradi, buyuk og'riqlarni boshdan kechiradi. Kerak bo'lsa eng tubanlikdan o'zini qayta ko'taradi, yana tubanlikka tushadi, yana ko'taradi. Buyuk odamlar shunaqa bo'ladi. Jaloliddin Manguberdi qanday obraz? O'jar, jizzaki, katta ko'pam ko'taravermaydi. Xarakter jihatdan u jizzakligini biz salbiy deb tushunamiz, lekin har bir odamning jizzakligi bo'lishi mumkin. An-Nasaviy orqali juda yaxshi ma'lum bizga uni qiyofasi. U aytadiki, Jaloliddin Manguberdi hech kulmasdi deydi. Doimiy jiddiy yurardi. Juda agar kuladigan vaziyat bo'lganda jilmayib qo'yardi faqatgina deydi. Ayni paytda otasining ayblarini biladi. Nima qayerda zaiflik qilganini biladi. Va ayni paytda otasi haqida biron marta biror joyda yomon gap gapirtirmaydi. Turkon xotin momosi bilan bog'liq tarafdagi qo'shinlar yoki momosiga bevosita xizmat qilgan momosining o'gay ukalari shularga ham yomonlik qilmaydi. Chingizxon bilan Jaloliddin urushi o'tgan paytida Bag'dod xalifasi Chingizxon bilan maxfiy kelishuv qiladi. Oradan Jaloliddinni ko'tarish. Turkon xotin o'sha yerda elchi bo'lib turgan, garovda ushlab turgan shahzodalarni o'ldirib oldi. Bu juda shafqatsiz deymiz, Turkon xotinni yomon ko'rib qoladi. Turkon xotin shundan ko'proq uning atrofidagi sufiylarda bilan majlis qilgan ayol, u intellekti juda baland ayol. Jaloliddin Manguberdi Sin terisidan boshqa birorta mo'g'ullar bilan jangda kichik jang bo'lsin, katta jang bo'lsin mag'lub bo'lmagan. Xorazm choqlarda mag'lubiyatga uchrashiga hozir Behzodda aytgan narsa sabab bo'lgan. Men o'qigan manbalarda Jaloliddin Manguberdi obrazi bu minaga o'xshagan qo'rquv bag'ishlab turadigan narsa bo'ldi. Jaloliddinni sevish kerak, o'rganish kerak, uni qaytadan kashf qilish kerak. Assalomu alaykum, hurmatli bizning kuzatuvchilarimiz. Yana bugun siz bilan bugungi kunning dolzarb mavzularini sizga o'rtoqlashish va ustozlar bilan shu mavzularda, dolzarb mavzularda suhbatlashish uchun kamera qarshisiga yig'ildik. Bugungi mehmonlarimiz bilan tanishtirib o'taman. Har doimgi ekspertimiz, ustozimiz, tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori Bekzod Abdurimov. Ustoz, xush kelibsiz. Rahmat. Va bugungi studiyamizga qadrli ustozimiz, mehmonimiz tashrif buyurganlar. Xalqimizning sevimli yozuvchisi Nazar Ishonqul bugun bizning mehmonimiz hisoblanadi. Ustoz, siz ham xush kelibsiz. Bugungi suhbatimizni biz adabiyot va tarixni qaysidir ma'noda bog'laydigan nuqtalar bilan, bog'laydigan chiziqlar bilan olib bormoqchimiz ustozlar. Ruxsat bersangiz, albatta. Xususan Jaloliddin Manguberdi va uning mana shu bugungi adabiyotimizda, bugungi umuman san'atimizda, kino san'atida xususan yoki bugungi ilm fanda Jaloliddin Manguberdi shaxsiga murojaat qilinar ekan, uning shaxsini, uning bir obraz sifatida ta'riflashda yoki tavsiflashda Jaloliddin Manguberdi obrazi qanday tavsiflanyapti va bugungi xalqimiz uchun uning vatanparvarligi, jasorati yetarli bo'lyaptimi? Jaloliddin Manguberdining adabiy yoki ilmiy nuqtai nazardan uni yoritilishida. Ana shu jihatlarga fikrlaringizni eshitmoqchi edik. Ustoz, o'zingiz boshlab bersangiz. Mayli. Endi men masalan ilmiy nuqtai nazardan qanday yoritilayotganini bilmayman. Chunki men olim emasman va tarixchi emasman. U tarixchilarga havola. Bekzod qolganini bu masalani to'ldirib o'tadi. Lekin adabiy nuqtai nazardan faqat adabiyot emas, endi kino bor, spektakl, teatr bor, opera, balet bor. Bu ham juda muhim narsa tarixda yoyish uchun. Men tarix shunchaki o'tmishda qolgan faktlardan iborat. U faktlarni jonlantirish, hayotga aylantirish bu san'at vazifasi. San'at bu adabiyot, teatr, kino va hokazo. Shu jonlantirish masalasida masalan men o'zim qoniqmayman Jaloliddin haqidagi narsadan. Sababi bir ikkita uchta muhim nuqtalar bir-biriga kelishmaydi-da. Kelishmaydigan nuqtalardan biri, birinchidan Jaloliddinni biz tavsif qilayotganda spektakl bo'ladimi, kino bo'ladimi yoki boringki serial bo'ladimi? Kim ishlab chiqarishdan qat'iy nazar, uni birinchi o'rinda jangari qilib tasvirlaymiz. Birinchi jangari, u har qanday mahal jangchi Chingizxonning huzurida bo'lsa ham bitta qizni qutqaraman deb ikkita imperiyani diplomatiyasini xavf ostiga qo'yadigan
Dumbilga o'xshab ko'rinadi menga bu jangarilik. Dumbil. Masalan, Xorazmshohlar imperiyasining siyosiy intellekt nuqtai nazaridan qaraladigan bo'lsa, bu birinchidan tarixiy yolg'on. Jaloliddin Manguberdi, men hali o'qiganim yo'q, yana tarixchilar biladi. Jaloliddin Manguberdi misol uchun Chingizxon huzuriga borgani haqida tarixiy manbadan o'qiganim yo'q, bu yolg'on. Mayli, bu yolg'onni kino bo'lgani uchun kiritgan taqdirda ham bitta eng muhim narsaga ziyon keltirgan u yerga siyosiy intellekt bor. Ikkita imperiya kurashayotganda Xorazmshohlar shuning ichida butun Osiyo o'zigacha bo'lgan Osiyo siyosiy intellektni birlashtirganda bu yerda nafaqat bitta qiz, o'sha yerda 100 ta odam bo'lsa ham saltanat taqdiri uchun, imperiya taqdiri uchun Jaloliddinday valiahd, ya'ni shu siyosiy intellekt, taxt intellekti, saltanat intellekti bilan katta bo'lgan, tarbiya bo'lgan odam saltanatni risk qilmaydi siyosat. Chunki 100 ta odamdan ko'ra, misol uchun hayotidan, uni qutqarishdan ko'ra bu yerda saltanatni taqdiri va saltanatning asrab qolish muhimroq narsa, ya'ni imperiyani ushlab turish. Diplomatiya uchun eng muhim qonun qoida. Bu yerda masalan jon qilib tasvirlash kerak emas-da, biz go'yo xalq parvar, kambag'al parvar, mard yigit bunaqa adolatsiz bo'layotgan albatta qutqaradi degan jo'n gap bilan siyosiy intellektni orasida katta farq bor. Bu mana shunaqa narsalarni biz ko'paytirib yuboramiz. Masalan, ba'zi spektakllarda, o'zimizda qilingan spektakllardan ko'rsa, g'oya birinchi o'ringa chiqib ketib qoladi. Uni albatta tiqishtirib bo'lsa ham, uni har xil jihatdan, har xil sohalarda biz yaxshi deb o'ylaydigan sohalarda, biz qahramon deb o'ylaydigan sohalar hammasiga tiqishtirib chiqamizda, g'oya bilan surib olib borib bu qahramon degan narsani orqadan tiqishtirib. Unda adabiyotda emas, san'atda u noto'g'ri. G'oya orqada yuradi. G'oya poyez o'tib ketgandan keyin bilasiz. Ana bu yerda o'sha g'oyani ko'rasiz, poyez o'tib ketgandan keyin adabiyotda hamma voqealar kechirilib, yuz berilib, xulosa yasab bo'lingandan keyin tomoshabin ko'rib turib, mana shu yerda shunday gap aytilibdi degan narsani o'shandan keyin umumlashtirgan holda aytadi. Bizda hali lokomotiv qilib qo'yadi g'oyani. Poyez o'tib ketgan poyez lokomotiv bo'lib beradi. Men Jaloliddin Manguberdi, men Chingizxonga kurashyapman qarshi. Men albatta Sing daryosidan sakrab o'tiraman. Men albatta shu boyagi otamning qilichini olaman deb Chingizxonni albatta Parvon jangida o jangda yengaman. Bu oldinda chiqib turgan g'oya-da. Aslida masalan men ko'rish istardim va men o'zim shunday tasavvur qilaman, Jaloliddin Manguberdiday murakkab davrda yashagan va murakkab shaxsni o'zi yo'q. Avvalo uning qahramonligi uning murakkabligida. Murakkab odamning bunaqa katta davrning markazida qolib ketgan odamning nafaqat qahramonligi, nafaqat uni qilgan ishlari, shu bilan birga fojialari ham ulug' bo'ladi. Biz u fojialarni ko'rsatmaymiz. Jaloliddin Manguberdi bu ishda, bu g'alabani qilish uchun nima qurbonlik berdi? Nimalarni boy berdi? Nimalarga rozi bo'ldi? Bu faqat Jaloliddin Manguberdi emas, bizning tarixiy qahramonlar hammasiga xos bo'lgan narsa. Biz oppoq qahramonlarimiz. Farishta deydi hammasi. Chunki biz arxetipik nuqtai nazardan qahramonlarimiz ertak qahramonlariga, Kenja Botirga o'xshagan sof odamlarda, shu tug'ilgandayoq, chaqaloq bo'lganidayoq men shu buyuk ishlar qilaman deb, buyuk ishlar qilish uchun buyuk fojialarni boshdan kechiradi, buyuk og'riqlarni boshdan kechiradi. Kerak bo'lsa, u eng tubanlikdan o'zini qayta ko'taradi, yana tubanlikka tushadi, yana ko'taradi. Buyuk odamlar shunaqa bo'ladi. Bu hayotiy tajribadan o'tgan, bu tarixning Amir Temurday buyuk shaxs, masalan, butun Samarqandni dunyo siyosatining markaziga aylantirgani bilan men hurmat qilaman-da. Butun dunyo Samarqandni siyosatiga qarab qilgan, bu endi juda katta ulug' ish. Lekin ayni paytda uning o'zining ichki fojiasini ochish kerak. U shu narsaga to'satdan kelib Samarqand markaz qila olmagan. O'sha uning yo'qotishlari, qurbonliklari, fojialari, o'zining qavmidan, o'zining tildoshi, dindoshi, o'zining do'sti, jo'rasi, yori
o'zining o'g'li yoki jigarini qanday qilib yo'q qilishga majbur bo'ldi maqsad uchun. Shu maqsadga erishish uchun bu narsani biz Jaloliddinda ham ko'ramiz. Bizda bu fojialarni ochish yo'q. Bu muhim nuqta. Faqat bir rangda ko'rsatib o'rgangan. Ha, bu qahramonmi boyagi sakrab o'tdi Sing daryosidan. Shundan keyin Chingizxon shunday o'g'lim bo'lganda edi. Men ana olardim. Bular aslida to'qib chiqarilgan narsa. Chingizxon shunday degani biz faxrlanamizda. Aslida Jaloliddin Manguberdi Chingizxonning bu ta'rifiga shu gapi uchun ulug' bo'lishiga arziydigan undan balandroq shaxs. U shu gaplarsiz ham shu o'zining faoliyatini yozib ko'rilsa, bir chizib ko'rilsa, tarixda shunday ochib o'qish bilan biron marta mag'lubiyatga uchramagan armiya Chingizxon qo'shini butun xalq hamma yoq bular yengib bo'lmaydi, bularda qandaydir bizda shunaqa aqtiqlik bor, bu yengib bo'lmaydigan kuch bular. Shunda Jaloliddin oddiygina bitta Parvon jangi yo Urganch atrofidagi ozgina g'alabasi bu afsonani yo'q qildi. Afsona paydo bo'ldi. Mo'rimalaqday bostirib kelayotgan mo'g'ullarni yengib bo'lmaydi. Undan ko'ra qochish kerak, taslim bo'lish kerak, asir tutish kerak. Mana hozirgi holati mana kod davrini eslang. Kod hamma yoqda egallab oldi, xalq ojiz bo'lib qoldi. Hamma narsa ojiz bo'lib qoldi. Mana shu psixologik narsa mo'g'ullar bostirib kelayotganda ham xuddi shu psixologiya bo'lgan, ojiz xalq. Vahima ichida. Vahima. Shu vahimani sindirishining o'zi yo'q. Bu Jaloliddin tarix sanasiga chiqarib qo'ydi. Biz endi borib albatta anavida mayli gap u vaqtda emas. Jaloliddin Manguberdi obraziga qo'shish, to'qish u haqda nimalarni qilish shart emas. Sof yozuvchi bo'lib o'sha faktlarni o'zini olib chiqsa, o'sha o'zi qahramonlik. Tarix aytib o'tiribdi, uni qo'shib, to'qib, chatib yotish shart emas. Jaloliddin Manguberdiday aniq yozilgan tarix, hatto Amir Temurga unaqa aniq yozilmagan. Aniq yozilgan manbalarda qolgan tarix yo'q. U o'sha qahramonliklarning o'zini birma-bir terib chiqsa ham ana paydo bo'ladi o'zi. Qahramon shu biz bugun havas qilgan, biz bugun ideal qilgan, masalan, yoshlar tili bilan aytganda, supergero o'zi paydo bo'ladi. Endi adabiyotda bu sizni fikringizni men shunday tushundimki, adabiyotda Jaloliddin Manguberdi shaxsini yoritishda bir ranglilikdan, bir xillikdan, faqat oq tarafni ko'rsatishdan qochish kerak. Rang-barang bo'lishi kerak uni yoritish, uni ta'riflash, uni intellektual chuqur bo'lishi kerak. Intellektual. Faqat intellektual jihatdan chuqur va xolis bo'lishi kerak faktni yoritishda. Xolisni baddiyatga aylantirsa, Jaloliddin Manguberdining o'zi obrazi turibdi u yerda. Jaloliddin Manguberdi qanday obraz? O'jar, jizzaki, bu juda ham muhim bo'ladi. Jizzaki gapni ko'p ham ko'taravermaydi. Xarakter jihatdan u jizzakiligini biz salbiy deb tushunamiz, lekin har bir odamning jizzakiligi bo'lishi mumkin. Va shu bilan birga moment va vaziyatlardan oqilona foydalana oladigan. Ayni paytda otasining ayblarini biladi. Nima qayerda zaiflik qilganini biladi. Va ayni paytda otasi haqida biron marta biron joyda yomon gap gapirtirmaydi. Turkon xotin momosi bilan bog'liq tarafdagi qo'shinlar yoki momosiga bevosita xizmat qilgan momosining o'gay ukalari shularga ham yomonlik qilmaydi. Uning uchun bitta narsa, shu Xorazm shohlar saltanati mana shuni vatan deb tushungan bo'lsa, shu vatanni qanday qilib ozod, kim bilan murosa qilishga tayyor? Hamma bilan. Mana shuni ozod qilish uchun sabab uni ozod qilish kerak degan tushuncha. Uning idealdagi tushuncha. Bunaqa tushunchadagi odamlarni biz masalan bugun ana bilan qaraydigan bo'lsak, birdaniga salbiyatdan kelib yorib ketadi, lekin aslida bu bor gap, butun daholar shizofren bo'ladi. Bu daholarning xos kasalligi bu shizofren. Mana shu shizofren bo'lmasa, undan daho chiqish qiyinroq masala, chunki u qoliplarni buzish kerak-da. Qoliplar buzilmasa, tiynadida qoliplar buzilmasa, men aytmoqchimanki, u jizzakiligi, plyus, minus taraflar hammasi bir qiyomga keladi-da,
Jaloliddin Manguberdi paydo bo'ladi. Bir ma'rifatparvarlik davri tarixchilari aytadi, tarix deydi o'tmishdagi voqealarni, o'tmishda nima bo'lganini aytadi deydi. Adabiyot deydi qanday bo'lganini aytadi deydi. Shu degandek, Bekzod ustoz, hozir ustoz aytganidek Jaloliddin Manguberdini o'sha tarixda, tarixiy manbalarda o'sha jizzakiligi yoki uni o'sha yurt ozodligi uchun man vatanparvarlik degan tushunchasi vatan uchun kurashgan dedingiz-ku, lekin ayrim ijtimoiy tarmoqlarda u vatanparvar emas degan bir nimalarni ham aytib chiqqanlar bo'ldi. Yani uni tarixiy bir nimalar bilan, faktlar bilan, argumentlar bilan isbotlashga ham uringanlar bo'ldi. Shunga siz ko'zingiz tushgan edi, adashmasam? To'g'ri, men ham ko'zim tushgan. Endi bu nuqtai nazar, birinchidan shu savoldan boshlasam, vatanparvar emasmi deganda ko'proq bu o'sha dasht xalqlaridagi tafakkur bilan voha xalqlari tafakkuridagi ayrim bir farqli jihatlar bor-ku, ya'ni deylik vatan tushunchasi bu dasht xalqlari ko'chmanchi tafakkurda biroz boshqacharoq tushunish mumkin. Ya'ni unda deylik el bor, yurt bor. Biz bugun vatan tushunchasini el, yurt so'zi bilan ham ifodalaymiz-ku. El bu xalq, yurt bu mana shu xalqni borgan joyi. Bu agar deylik turkoqqonligi deymizmi, g'arbiy turkoqqonligi deymizmi, boshqa o'sha bizni Turon, Turkiston hududidagi davlatchilik ko'proq ko'chmanchi xususiyatlar ustun bo'lgan davrlarda, davlatlarda mana shunday nima bo'ladi. Va aynan mana shu nuqtai nazardan unga o'sha uni vatani deylik mana shu yer bo'lsa, bu yerda jang qilmadi-ku, uning ustiga u Hindistonda jang qildi, Afg'onistonda jang qildi, Eronda jang qildi, Gruziyada jang qilib yuribdi, keyin o'sha Iroq hududlarida bugungi O'rta Sharq, Yaqin Sharqda jang qilyapti deyiladi. O'sha nuqtai nazardan shunday fikr ham bor. Ham boya aytganim. Umuman olganda hozir ustoz juda bir chiroyli fikrni bildirdi, to'g'ri fikrni bildirdi. Umuman mana shu Jaloliddin Manguberdi shaxsi o'sha tarixiy jihatdan aytadigan bo'lsak, hozir aytganlaridek jizzaki deganday annasaviy orqali juda yaxshi ma'lum bizga uni qiyofasi. Xususan u aytadiki, Jaloliddin Manguberdi hech kulmasdi deydi. Doimiy jiddiy yurardi. Juda agar kuladigan vaziyat bo'lganda jilmayib qo'yardi faqatgina deydi. Va undan tashqari faqat mana shu zamonning zo'rligi, zamonning zo'ri, ya'ni og'ir vaziyat, og'ir damlar, og'ir sinovlar uni xarakteriga ta'sir qildi, xarakterini og'irlashtirdi deydi. Annasaviy yozadi va uni ham albatta shu qog'ozga o'rab o'sha uni o'sha xarakterini ham yozib o'tadi. Agar qaraydigan bo'lsak, haqiqatan tarix bu butun insoniyat boshidagi eng katta bir sinovni dastlabki qurboni bo'lgan davr va uni xonadoni bo'ldi. Va mana shunday vaziyatda deylik butun yaqinlari hammasi shu asir olindi, yo'q bo'ldi, o'ldi, halok bo'ldi, boshqa bo'ldi. Mana shunday vaziyatda uning ustiga yaqinlari, do'stlari, viloyat hokimlari, boshqalari endi qulay payt poylab o'sha mo'g'ullar bilan kelishuv yoki boshqa ko'chib ketish, qochib ketish turli xil yo'llarni qilyapti. Mana shunday vaziyatlarda uni o'sha murakkab vaziyat deb aytayaptilar-ku. Mana shunday murakkab vaziyatni boshdan kechiradi. Yana shu Bekzod gapingizni davom ettirasiz. Yana murakkab vaziyat deganda siz hozir atrofidagi sotgan boshqalardan tashqari boshqa bir muhim joyi bor-da. Buni siz tarixchilar yana oydinroq ochishlari kerakmi? Mana shu Chingizxon bilan Jaloliddin urushib o'tgan paytida Bag'dod xalifasi Chingizxon bilan maxfiy kelishuv qiladi. Oradan Chingizxon Jaloliddinni ko'tarish uchun. Xalifa kim edi? Nasr. Yo, Nasr ismini so'ramadim. Musulmon olami uchun islom dini ummatni himoyachisi edi. Bosh ummatni himoyachisi. Deylik masalan din nuqtai nazaridan qaraganda g'ayriddin. G'ayriddin bilan o'rtadagi musulmon. Ya'ni Jaloliddin Manguberdi musulmon shuni oradan olib tashlash uchun maxfiy kelishuv bu tarixiy faktlarda, tarixiy manbalarda uchraydi.
davom etavering mana shunaqa. Shu- Mana bu- murakkabligini mana aytaman. murakkabligi ham haqiqatdan hozir agar mana shu nuqtaga e'tibor qaratadigan bo'lsak, shunday bir vaziyat bo'ladiki, bu vaziyat quyidagicha ifodalanadi ustoz. O'sha xalifalik mo'g'ullar bilan aloqa qilish uchun shunday bir harakat qiladiki, chunki o'rtada Xorazmshohlar davlati bor, uni hududidan o'sha xalifalikning elchilari Qoraqurumga bora olmaydi. Dashtga bora olmaydi. Ular savdogarlarga o'sha bir qulni gaplamaydigan, faqat ko'zi ko'radigan soqov qulni sochini tarashlagandan keyin bunga nima deydi, boshga ana tatuirovka, boshga tatuirovka qo'yadi. O'sha tatuirovka shaklda unga maktub yoziladi. Kalni boshiga. Soch olingan boshga. Kal nima? Soch olingan boshga. Keyin soch o'sadi, keyin karvon qo'shib yuboriladi. U karvon savdogar nimasi quli sifatida ketadi va u o'sha dashtga Chingizxon huzuriga borgandan keyin soch olinadi va olingandan keyin maktub o'qiladi. Keyin o'sha yerda bosh judo qilinadi. Mana shunday qilib maktub almashilganligi tarixiy manbalar orqali yetib kelgan. Juda azal aytganingizdek, mana shunday murakkab vaziyatda mana sinov. U yaqinlari, undan tashqari u yo'qotishlar, jismoniy, ma'naviy yo'qotishlar, endi o'zlarini Xorazmshohlar ham o'zlarini mana qora bayroq qo'yib o'zlariga muhrida butun davlatning bir shiori bor edi. Yordam faqat yagona Allohdandir. Nasr minalloh degan Ali Imron surasidagi bitta oyatni keltiradilar. Ular u Turkon xotinda ham, Xorazmshoh Alovuddin Muhammadda ham, Jaloliddin Manguberdining muhrlarida ham aynan mana shu tamg'a o'yib o'sha iqtibos o'yib yoziladi. Va shunday bir o'sha islomni himoyachisimiz deyayotgan bir o'sha fotihlar islomni yana eng asosiy bosh homiysi tomonidan o'sha qurbon berilayotganligi bu haqiqatdan juda og'ir nima bo'ladi. Keyin yana agar aytadigan bo'lsak, bugun deylik mana yaqinda 2 fasldan iborat Jaloliddin Manguberdi seriali ishlandi. U yerda ham Jaloliddin Manguberdini endi men tarixchi sifatida ko'rdim, endi ko'rishga majbur. Nima u qiziqqanimdan emas, endi ochig'ini aytishim kerak. Nima qanday ishlaganlar, har seriyani achinish bilan ko'rdim. Boya aytgandek, ustoz aytgandek, g'oya, ya'ni asosiy fikr o'sha oldinga o'tib ketgan va nimani bera olmaganlar. U boshdan oyoq o'sha tarixiy xatolik, endi tarix haqiqatga to'g'ri kelmasligi mayli, agar o'sha tarix yolg'onlar yoki pafoslar u kinoni bejirimligiga, kinoni ko'rimligini oshirsa mayli edi. Unga ham xizmat qilmaydi-da u nima narsalar. Xuddiki deylik Ko'na Urganchdan bir karvon chiqib Hindistonga kelyapti. Birozdan keyin Mo'g'ulistondagi o'sha Chingizxonga xabar yetkazadi. Hozirgina Urganchdan deylik Hindistonga karvon chiqdi deb turib. Bu o'rtada 3000-4000 kilometr yo'l bor. Bilmadim endi qanday nima yozilgan bu. Bu yillar ketadi u yoqqa ma'lumot yetib borish uchun yoki 6 oy vaqt kerak bo'ladi. Juda bo'lmaganda ham agar yom tizim bergandan 2 oydan nari vaqt ketadi. Ungacha u karvon Hindistonga yetib bo'lgan bo'ladi. Juda ko'p nimalari bor. Mantiqiy bir nima ham yo'q, xarakter ham yo'q. Jaloliddin Manguberdi shaxsiga qaraydigan shaxsida ham ruhiyat yo'q. Ruhiyatida hattoki o'sha sinterasdan sakrayotgan nimasida ham u nimani bera olmagan. Uni o'sha hali biz endi tarixchi sifatida o'qish, yozish, o'rganish jarayonida uni tushgan o'sha vaziyatni singirish, ruhiyatga nima qilish og'irdan. Chingizxon, Jaloliddin tarixi Yo'l topish og'irda. Tasavvur qilish qiyin. Murakkab jarayon. Butun o'zi agar shu 11 yillik jangovar deylik 15 yillik jangovar faoliyati davomidagi eng muhim nuqta o'sha Sinteras bo'yidagi uni deylik ayallarini o'sha suvga cho'ktirilish masalasi, bog'liq jarayonlar. Umuman mana shu, lekin suvga cho'ktiribdi, faqat yig'lab turibdi, lekin nimani bera olmayapti-da ana tomoshabinga. Jaloliddin shu paytdagi haqiqiy yo'qotishi bor uni barcha hissiyotlarni ochib bera olmagan. Mana hozir endi Behzod mana shu tartib qo'zg'agancha yana bir narsa esimga tushib ketdi-da. Bu murakkab davrda tashqari siyosiy intellekt deydi, saltanat intellekt qanaqa bu. Mana hozir biz bugungi kuni gumanistik nuqtai nazardan turamizda, bu hali Turkon xotin
o'sha yerda elchi bo'lib turgan garovda ushlab turgan shahzodalarni o'ldirib yubordi. Bu juda shafqatsiz deymiz, yo turkman xotinni yomon ko'rib qolamiz. Yomon ko'ramiz, chunki turkman xotin birinchidan Jaloliddinga ham ko'p narsasiga to'siq bo'luvdi, ya'ni xohish bildirmovdi. Bundan tashqari shu onani ham o'ldirib yubordi deb. Bilasizmi, mana shu bizning xayrixohligimiz saltanatni imperiyaga xos fikrlamasligimizdan darak beradi. Xorazmshohlar imperiyaga xos, imperatorlarga xos, ya imperiya tuzgan shohlarga xos fikrlarda. Turkman xotini shundoq holi emas. Turkman xotin bilardi, agar mana shu shahzodalarni qo'llarida ushlab turgan garovda 10 yil, 15 yildan beri turgan shahzodalarni Chingizxon qo'lga tushirsa, butun sir asror, saltanatdagi sir asrori Chingizxonga shunday borib ko'chib o'tardi. Men turkman xotinning ishini oqlash, qoralash nuqtai nazardan baholayotganim yo'q. Men imperatorga xos bo'lgan malikalar, chinakam malikalarga, chinakam saltanat o'yli malikalarga xos bo'lgan bu tarixiy faktni biz bu yerda turib bu turkman xotini yovuz bo'lgan degan, shafqatsiz bo'lgan degan narsa bilan baholashimiz kerak emas. U chunki shu saltanatni bilardi. U ichidan turkman xotin shu darajada bilasizmi, o'sha Najmiddin Kubroy uning atrofidagi sofiylarda bilan majlis qilgan ayol, u intellekti juda baland ayol. Bag'dodiydi, o'sha kim edi? Junaydimi? Bag'dod o'ldirib yuborishiga o'sha turkman xotinning tasavvufga, sofiylarga bo'lgan anosi sabab bo'ladi. Mana shu ayol shularni o'ldirib yubordi deganda qanaqadir bir yovuz ana ayol qilib tasvirlaymizda biz. Yo'q, unaqa emas. Bu nima evaziga? Biladim, shu boshqa o'ldirib yuborish evaziga bu saltanatga yopirilib kelayotgan Chingizxon dushman endi qo'lga tushsa, nimalar qo'lga tushgandan keyin boyagi odamlar o'sha 15-20 ta shahzodaning otasi Chingizxonning oldiga yalinib keladimi? Beklar, boshqalar kelib o'zini bolasini qutqarish uchun har qanday qo'lidan kelgan ishni qilaman deydimi? Bu saltanatni zaiflashtiradimi? Hokazo mana oddiy narsalarni biz bu yerda turib olib bog'laymiz-da, u davrdagi narsalar mutlaq boshqa bir ko'rinishda bo'lgan. Biz o'sha darajani his qilib, tasavvur qilib, og'riqni olib, yozuvchi bo'lgan odam og'riqni olib, hamma narsani joyiga qo'yib, xolis kuzatib yozish kerak, xolos uni. Biz g'oya tiqishtirishimiz kerak emas u yerga. Biz o'zimizni nuqtai nazar tiqishtirish shart emas u yerga. Hozir men shuni yaxshi nima qildim. Hozir mana turkman xotinning shaxsiga nisbatan yillar mobaynida qarab kelinayotgan bir rakursni o'zgartirib berdingiz-da hozir. Yo'q, bu rakursni men o'zgartirganim yo'q. Tarixda o'zida turibdi ular. Turibdi, lekin unga hamma Nasaviyda o'zi ham yozadi, boshqa manbalarda u obodonchilik qilgan, hammomlar qurgan. Eng muhim narsa g'urlardan o'rganishni himoya qila olgan. Bu saltanat saqlab qolgan. Saltanati undan tashqari o'sha Kubroning atrofida turgan o'sha yerdagi sofiy pirlar bilan bemalol suhbat qurib, bu intellekti mutlaqo boshqa. Faqat bitta narsani bilaylik. Shu biz men o'z ichimda shunaqa deb yuraman-da, turk sindromi deb. Turk bitiklardan qolgan sindrom. Va bir-birini nega sen o bo'ldi, men bo'lmadim degan sindromda. Shu sindrom nuqtai nazardan shu yerda ikkita bo'lak. Shahzoda ana tug'ilgan, Valahd tug'ilgan, Jaloliddin tug'ilgan ana qavm bo'lak. Buning keyingi ukalari buning jiyanlaridan tug'ilgan. Ona o'g'il. Ikkalasi ham nevarasi. Lekin o'zini qavmiga tortishi, men qavmimni Valahd chiqsin deyishi, mana saltanat o'qigan narsa. Lekin intellektual jihatdan olganda bu ularda shu narsa tarbiyalaydi. U saltanatni o'zi ruhi ko'tarib qo'yadi ularda. Bular davlatlar bilan diplomatiya qilaverib, past balandini ko'rib, ha birov yoqmay qolsa borib qilich bilan chopib tashlamagan ular. Hamma diplomatiya nima bugungi dunyo siyosatidagi urush bo'layotgan mamlakatlar o'rtasidagi diplomatiya undan ko'ra kuchliroq diplomatiya bo'lgan.
imperiyachi tafakkur deyapti-da. Hozir juda Ha. to'g'risini aytsam, men ham uni o'ylab ko'rmagan ekanman. Shu manimcha yangi bir qirrasi bo'ldi demoqchiman-da o'zi. Gap uni ayblash yoki ayblamaslikda emas. Faqat Tarixiy nasaviy fakti konstansiya aynan. tasdiqlash kerak, xolos Shu. bo'ldi. u faqatgina nasaviy yozadi, lekin hech sababi haqida o'ylamagan. Chunki nasaviy yozmagan, biz ham sababini o'ylab ko'rmaganmiz. Hozir sababi haqida mana ustozimiz mulohaza qilibdi-da. Mana mulohazasi hozir vaqtida to'g'ri. Ya keyin hozir boyagi gapga biroz aniqlik, vatanparvar deydi, vatanparvar. Bu bitta narsadan tug'ilyapti-da. Bu boya biz o'zimizning o'zbek degan, bugun o'zbek degan narsamizni tarkibini tushunmaslikdan tug'ilyapti. Masalan, Jaloliddin Manguberdi bu yerda bizning aksar qismimiz o'g'illardan kelganmiz, go'yo bugungi o'zbeklarda. Shu sababli u vatanparvar emas degan narsa ijtimoiy tarmoqda ko'zim tushganda u mo'g'ullarga ham bizga qarshi kurashgan. Bekor aytibsan, u senga qarshi kurashmagan. To'g'ri, mo'g'ullarning ichida bugungi o'zbeklarning ham masalan deylik 30%dir kelib assimilyatsiya bo'lgandir. Lekin ayni paytda bu yerda Xorazm shohlardan iborat o'zbeklar ham bugungi kunda assimilyatsiya bo'lib turibdi. Deylik, naryoqdan kelgan, Dashti Qipchoqdan kelgan yana ular ham assimilyatsiya bo'ldi. Shu hamma tarkibdan o'zbek degan millat paydo bo'lgan va boshqa bir narsa u yerda vatanparvarlik masalasida Xorazm shohlarning saltanati edi bu. Chingizxon Turkiy deb o'ylagan taqdirimizda ham, bizning qaysidir qavmimiz Turkiy deb o'ylagan taqdirimizda ham tasavvur qilinglar, mana hozir yon atrofimizdagi bironta turkiy mamlakat O'zbekistonga unaqa bo'lmasin, lekin mabodo hujum qilsa, biz vatan uchun jang qilamizmi? Va jang qilib kurashgan odam vatanparvar bo'ladimi? Ya ular ham turkiylarga kelinglar darvozalarni ochib beraylikda, bayroqni ko'taraylik desak to'g'ri bo'ladimi? Chingizxon bilan garchi ular turkiy deb hisoblasak ham, Xorazmshohlar o'rtasidagi kurash mana xuddi shu oddiy mantiqqa borib taqaladi, chunki chegara bor. Xorazm shohlar va Chingiz Mo'g'ullar davlati. mana shu vatanparvarlik degan u birov bostirib keldi. Xafa bo'lmaylik endi borganda sizni uyingizga ukangiz bostirib kelganda, masalan, ba'zan tahdid bilan bostirib kelsa, olib bosib olaman desa, Unga ham qarshilik qilamiz. qarshilik ham qilasiz va siznikini qarshilik qilgan uchun maqullaymiz biz, chunki hali qarshilik qilib ona qilyapti-ku deb. Uyingiz tahdid bilan bostirib kelsa, endi shunchaki kelib murosa qilish uchun yoki o'zi mehmonga kelish emas, tahdid bilan hozir vayron qilib tashlayman, buzib tashlayman, o'zimniki qilaman desa, sizning o'zingiz tabiiy instinktingiz uni himoya qilishga tushadi. Tabiiy instinktdan shakllangan bu narsa baribir. Shu vatanparvarlik degan narsani sal ona qilib ko'rish kerak. O'sha davr ko'zi bilan qarash kerak-da uni. Hozir bugungi assimilyatsiya bo'lib ketgan aralash o'zbek degan tushuncha bilan emas, o'sha davrdagi tushuncha bilan qarash kerak. Bu bir. Ikkinchidan baribir orada din tushunchasi bor edi-da. O'zbek ko'chmanchi madaniyat deyapti. Shu u ham bor, lekin shu bilan birga din tushunchasi ham bor. Din tushunchasida g'ayri din bo'lgan, boshqa din bostirib kelayotganda u o'zini shuning uchun biz baribir istaymizmi, istamaymizmi? Biz Jaloliddin Manguberdini mana shu hududdagi milliy qahramonimiz deb bilamiz. Biz Chingizxonni turk emas deb inkor qilmaymiz, masalan, men inkor qilmayman. U turk emas, u begona inkor qilmagan holda men uni baribir shu xalqning ruhini ko'targan, shu xalqning milliy qahramoni deb bilaman. Chunki u o'zining diniy chegarasi, madaniy chegarasi va hududiy chegarasini qo'riqlagan odam. Shuni tiklashga, shundan dushmanni haydab chiqarishga intilgan odam. Intilgan qahramon. Shuni istagan qahramon endi. To'g'ri, o'zini hududi uchun u ham o'z qahramoni, xuddi biz uchun Jaloliddin qanday qahramon bo'lsa. Keyin ustoz hali aytdingiz-ku, mana Turkon xotun masalasida, Turkon xotunni tarixiy faktlari bor, uni shunchaki qaysidir bir qirrasini ko'proq urg'u berishgan, boshqa jihatlarga e'tibor berilmagani uchun biz uni noto'g'ri stereotip shakllanib qolgan. Bu nafaqat Turkon xotun, balkim Jaloliddin o'zi bilan ham, keyin Mahmud Yalog'och bilan ham bog'liq. Shu davrni nuqtai nazari bilan qaraydigan bo'lsak, Mahmud Yalog'ochni ham Mahmud Yalog'ochni eslatganingiz uchun yana bir narsa yozib o'tishdi. Buni yana Bekzod fikrim to'ldirib ketar, yo bo'lsa qo'shimcha qilib mulohazasini bildiraman. Men juda ko'p manbalarda o'qib qoldimki, ko'zim tushgan. Mahmud Yalog'och boshchiligidagi anov kelganda o'tirarda o'ldirilgani uchun Chingizxon bostirib keldi degan.
vaj. Xorazmshohlar bilan Mo'g'ul o'rtasidagi urushga mana shu savdogarlarni o'ldirishadi, Mo'g'ul savdogarlar o'ldirishi asosiy sabab bo'ldi. Bu bahona edi xolos. Birinchidan bu unday degan odam Chingizxonning tub maqsadini bilmagan. Chingizxon 2006-yildayoq, 206-yildayoq 1206-yilda. Xitoyning bir katta qismini egallab, Kunchiqar va Kunbotarni egallashni bosh maqsad qilib o'zining yasosini yaratib bo'luvdi. U o'sha paytdayoq qanday qilib bo'lsa ham Xorazmshohlar davlatini sindirishni bosh maqsadi bo'lgan. Ichki bir har bir harakat shuning uchun bo'lgan. Har bir harakat. Shuning uchun maxfiylar, xufiyonalar, sotib olishlar hammasi sodir bo'lgan bu yerda. U dunyoni egallashi kerak bo'lgan fenomen. Dunyoni egallayman degan, Kunchiqardan Kunbotargacha bo'lgan joyni egallayman degan fenomen. Nima deydi? Sarkarda. U Xorazmshohlar bilan savdogarlar o'lsa, o'ldirilsa, o'ldirilmasa baribir urush bo'ladi. Faqat savdogarlar uning niyatini tezlashtirdi, xolos oshkor qilishga sabab bo'ldi. Masalan, Yalovish masalasidagi shu ularning shu sabab bo'ldi deganiga uncha qo'shilmayman. MST peshasi degan gapdan bu ham. MST peshasi deydi-ku, Fransiya Prussiya urushiga bahona sifatida. Shunday. Yo, boshqacharoq bo'lganmi? Yo'q, haqiqatan shunday. Siz to'g'ri aytdingiz. Biz ham buni oldingi chiqishlarimizdan, maqolalarimizdan, kitobda ham o'sha uni bahona ekanligini hammasi yozib o'tadi uni. U o'sha 1218-yilda bo'lgan o'sha o'tirar fojiasi deb aytiladigan ikki davlat o'rtasidagi voqealarni tezlashtirgan, siyosiy jarayonlarni tezlashtirgan bo'lishi mumkin va bahona deb bemalol to'g'ri aytishimiz mumkin. Bu endi o'sha karvoni qilishi, ya'ni u yerda ikkinchi so'zga e'tibor berilmaydi. Manbalarda yoziladiki, 450 musulmon savdogar, qo'shimcha 100 Ukino boshchiligidagi 100 Mo'g'ul josusi. O josus o'tirarda o'zini ishini qilishni boshlaydi. Manbalar bu haqda xabar beradi. Ya'ni o'sha bu tez orada yaxshi kunlar keladi, tez orada boshqacha bo'ladi, tez orada sharqdan katta kuch kelyapti. Boshqa deb informatsiya, bu axborot xurujini misolida bugungi kunda ham bor-ku. Manipulyatsiya, axborot manipulyatsiya o'tirarda boshlaydi. Bu manipulyatsiyani to'xtatish uchun, o'sha yana uchmaslik uchun bu va uning ustiga G'oyirxon ham bilardi deyarli. O'sha yoqdan baribir dushman kelishini, bu yerdan bular ketib, bu yerdagi davlatdagi yoki chegaralardagi vaziyatni, ichki muhitni, geografik muhit, joylashuv, butun razvedka ma'lumotlarini yo'q qilish, chiqarmaslik uchungina men fikrimcha Mahmud Yalovach, ya'ni O'tirarning hokimi 450 kishilik karvonni yo'q qilishga nima qiladi. Chunki endi ayrim tadqiqotlarda, manbalarda endi bir taraflama ma'lumot berilib, G'oyirxon bilan Turkan xotinni qo'shib shundan bir narsa yasashmoqchi bo'lishadi-da. Ya'ni bu boylikka o'tish edi, boylikka qiziqdi, boshqa qildi deb turib. Yo'q, u o'zi savdoni eng mana shu chorrahadagi shahar u. O'tirar, Farab Sirdaryoning bo'yidagi, u O'tirardan sharqdan kelayotgan, O'tirarga keladi, O'tirardan Sirdaryo bo'yi orqali shimolga, O'tirardan o'sha Toshkent orqali Mo'g'ulnahriga kirib keladigan eng asosiy nimada joylashgan edi. Shuning uchun u yer doimiy savdogarlar bilan, doimiy karvon bilan to'liq bo'lgan va undan juda ham manfaatdor emas edi. Va o'sha voqeani biladi, faqat og'ir qarorni qabul qildi. Sultonning o'rniga qaror qabul qildi. Xatosi shu edi. Sultonni qilish kerak bo'lgan qarorni ular qabul qildi. Chunki Turkan xotin baribir shuni o'rgatib qo'yganda, o'zi sultonsiz ham o'zi qaror qabul qilish shu malikalar bor. Bu Yelizavetani, Angliya qiroli Yelizavetani eslasalaring, Mariya Stuart bilan bo'lgan munosabatlarni, mana shu davrdagi narsalar bir-biriga juda o'xshab ketadi. Men masalan tarixiy roman asari yozish kerak bo'lsa, Stefan Zweigning Mariya Stuartga o'xshagan roman yozishni istayman. Yozishlarini istardim. Ana u yerda hech kimni oqlab, hech kimni qorayolmaysiz. Sizning ko'z oldingizga fojialar, ikki tarafning ham dardi, iztirobi, ikki tomonning ham maqsadi, ikki tomonning ham o'zining e'tiqodi, o'zining ishonchi ikki tarafniki ham bor. Yelizaveta deb, Mariya deb.
siz uni u yoqda bu yoqda deb xulosaga kelasizki, bu tarixiy taraqqiy davrining talabi edi. Bu shu talabdagi jinoyat edi bu Mariya Stuartning qatl qilinishi. U boshqa, chunki vaziyat hamma narsasi u Mariya Stuartni qatl qilinishga olib keldi. Uni birovni oqlab qoralab o'tiradigan narsa yo'q. Asar kino shuni izohlash kerak, shuni ko'rsatish kerak. Bu biz bu yoqda o'tirib olib, buni oq, buni qora deb bu sodir bo'lgan Xudoning huzuriga hammasi yozib bo'lingan. Uni bandasi o'tirib olib oq qora emas, faqat xolis ko'rsatilsa degan. Adab shu bilan shug'ullanibdi, san'at, kino. Ayniqsa men Jaloliddin Manguberdi haqida kino olinadimi, asar yoziladimi? U qilgan ishni baddiylashtirish. Bo'ldi, boshqa hech narsa kerak emas. Yozib qo'yilgan ishlarni shunday baddiylashtirsa, faqat shu mahorat bilan o'sha u imperatorning bolasi bo'lganini hisobga olib. Uning intellekti imperator intellekti, imperiyachi tafakkur ekan. Shundan kelib chiqilsa, unda asar yozsa bo'ladi. Uni qandaydir mayda-chuyda narsalar bilan kurashib boyaga Pokistondagi bir parcha yer, Gruziyadagi bir joylarni olish, ana u degan narsalar bilan paslashtirib yorsa, unda Jaloliddin Manguberdi obrazi imperiyacha tafakkurdan saltanat uchun kurashayotgan oddiygina bir bek, oddiygina sarkardaga tushib qoladi. Aynan ustozni fikri biz ham shunday tasavvur qilamiz mana. Lekin ana shu Turkmanistonda ustozlarning nalari yozildi, kitoblari. Shunda endi yaxshi 4 tomni nima qilib oldik. 4 tomni Xorazmshohlar haqida Turkmanistonda ustozimiz, 80 yoshli ustozimiz kitob yozdi. Mamuniylar, Oltintashlar, Xorazmshohlar va Jaloliddin 4 tomli. Va shunda bitta tomi Jaloliddin Manguberdiga bag'ishlangan. Endi 3 tomi yaxshi edi, Jaloliddin ham yaxshi, lekin u yerda Jaloliddin siz aytayotganda bir bek darajasidagi nima sifatda tasvirlangan. Bu bilan men romanni yomon demoqchi emasman, lekin faqat o'sha tasvirlash tafakkuri shu jihati ko'proq nima. Chunki balki o'yladimki, balki Turkmanistonda Sulton Sanjar, deylik, Malikshoh, yana boshqa nalar sarkardalar bor-ku, o'sha sarkardalarda darajasidagi balki ularning tafakkurida sanoqli orqalarida turgan bo'lishi mumkin-da Jaloliddin Manguberdi. Lekin bizda mana agar bizni bugungi ishimizda, bugungi tafakkurimizda Jaloliddin Manguberdi shu mana shu 3 buyuk bir sarkarda, Amir Temur, Jaloliddin Bobur qatorida, bir qatorda tasvirlaymiz. Shayboniy ham buyuk sarkarda. Albatta, yo'q, bu sarkarda Abdullaxon II ham katta sarkarda zo'r. Ulug'bek aytdi, bularda o'zining davri bor-da. Masalan, Boburchilar, masalan, oddiyga borib qolsa, Shayboniyni yomon ko'rsa, Shayboniychilar, Shayboniy deb hisoblaydi, Shayboniy avlod deb Boburni yomon ko'rsa. Ikkalasi bir-biriga yona o'qiversa. Amir Temurchilar deylik, yana kimnidir Xorazmliklar Amir Temurni yomon ko'rsa, Xorazmlik vayron qilgani uchun deb Jaloliddin Manguberdini ham bu noto'g'ri tushuncha olinglar. Bu noto'g'ri tarixiy davrda u tarix. U bizning hammamizning tariximiz. Boburning avlodining ham, Shayboniy avlodining ham, Jaloliddin Manguberdi hammamiz avlod va hammasi bizning bobolarimiz bo'ladi. Biz bugun o'zbek degan anaga keldikmi? Bizning bobolarimiz ular. Ular biz sug'dlar ham bizniki, o ham bizniki, hammamiz biz bugün yaxlidlashdik xolos. Assimilyatsiya bo'lib bitta xalqqa aylandik. Bu narsani to'xtatib Jaloliddin Manguberdi qaytdi, Jaloliddin Manguberdi u bir Hindistondan Gruziyagacha bo'lgan joyga ot yugurtirib hammaga borib bitta narsani istagan. To'xtatib qolish va saltanatni asrab qolishni, birlashishni. Hech kimni birlashtira olmagan. Sababi mana hozirgi men aytayotgan narsalar. Hech kimni birlashtira olmagan. Yana qaytadan imperiya qilish uchun birlashadigan kuch bo'lmagan. Biz esa oddiygina bir qaysar Bobur avlod, Shayboniy avlod, bir shuni talashi hali bizning miyamizda shu sindromlar turibdi-da. Ayirmachilik deymizmi ya? Nega menikidan podsho chiqmadi degan bo'ladi-yu. Nega mening avlodimdan chiqmadi? Keyin esa xitmirlik qila boshlaymiz. O'zimnikini qo'yaylik deymiz-da. Sal bir joy bo'shab qolsa o'zimizni qo'yib keyin bo'ldi bu yoqqa. U o'g'lim mangu bo'lmaydi.
Ha. O Urxon yenisida yozib qo'ydi. Olam menga bo'lmaydi. Uni keyin boshqasi qiladi-da. Mana shu sindrom ketaveradi. Shu sindromni oradan ko'tarish kerak hozir bitta. Bu tarix bizniki. Bu bobolar bizniki. Ularni fojialari bizning fojialar, ularni yutuqlari nimagadir erishganimizda bizni yutuq. Ingliz men o'zim o'qimadim, lekin Kamol Matoqov bilan gaplashganimda menga topib beraman o'sha manbani, topib berma. Hatto ingliz, Friedrich Ingliz, o'sha proletar dohiylardan. Butun lekin juda katta faylasuf, uni hech inkor qilmaydi. Yevropani titratgan faylasuf, Yevropani tarixini juda chuqur bilgan odam. Shu atayin Jaloliddin Manguberdining Yevropa harbiy taktikasiga, uning harbiy taktikasi qanday ta'sir qilgani haqida katta maqolasi bor dedi. Harbiy taktikasiga, zamonaviy harbiy taktikasiga. Ya'ni Jaloliddin keyingi harbiy taktikasiga. Agar Kamol aka buni menga aytsa jiddiy odam, men ana uchun choyxona gap uchun gapiradigan odam, jumlada mening unaqa gaplar qabul qilmasligimni bilardi. Agar shu manba bo'lsa, bizdan ko'ra yevropaliklar Jaloliddin Manguberdi yaxshiroq biladi unda. Uning harbiy taktikasi bor, har bir mayda qo'shin, kichkina qo'shinda qanday qilib katta qo'shinni yengadi. Jarlikda qanday edi, suvda qanday yengadi, qanday hujum qilsa otdami, yoydami, nayzadami, og'irmi, yengilmi, kavaleriyadami. Shular hammasi o'rganib chiqqan. Shu ustoz aytqatdan shu Jaloliddin Manguberdini o'zi qiyofasining hali biz e'tibor qilmagan yana bir jihati borda. Bu uni o'sha dushmanni o'rganish jihati. Unga ham ilm, bilim, tafakkur kerakda. Deylik, Chingizxon va Mo'g'ullar dasht sivilizatsiyasi mahsuli kelyapti. Bu Xorazmdan bu yog'i, deylik, O'rta Sharq, Yaqin Sharq, bular o'tiroq sivilizatsiya, bu paytda o'tiroq shahar madaniyati va qo'shin ham, shu jumladan qo'shin ham deylik, o'tiroq davlatga xos bo'lgan xususiyat, bu o'sha qo'shin davlatning mudofaa qo'shini asosan piyoda bo'ladi. Endi nimada esa ko'chmanchi davlatda esa asosiy qo'shin otliq tashkil qiladi va otliq qo'shinda logistika imkoniyatlari katta bo'ladi, bir joydan ikkinchi joyga borish, boshqa, ya'ni o'sha hujumkorlik xususiyatlari ustuvor bo'ladi ko'chmanchi davlatning nimasida. Ko'proq o'tiroq davlatda tafakkuriga bu o'tiroq nima xususiyat bo'ladi, u ko'proq mudofaakor xususiyat namoyon bo'ladi ularda agar tarixiy e'tibor qarasa. Xorazm qanday edi bu paytda? Bu paytda Xorazmda ikkita xususiyatni o'zida mujassamlashtirgan ko'rishimiz mumkin. Bu deylik Qaniqli, Qipchoqli, O'g'izlarning tafakkuri bilan o'sha dasht psixologiyasi ham bor bularda. Shuningdek, o'tiroq davlatning an'analari ham uyg'unlashgan. Va bu o'sha mix, ya'ni Markaziy Osiyoda o'sha turkiy va ko'chmanchi turkiy o'sha nima bilan, kuch bilan mahalliy shaharsozlik an'analari, umuman voha, vodiylar, o'tiroq qo'shin davlat tafakkurini birlashgan mahsuli. Demoqchimanki, Mo'g'ullar kelgan paytda bu tezlik bilan o'sha shahar davlatlarni, shaharlarni, boshqalarni bosib talab o'tilardi. Faqatgina bu yerda deylik Jaloliddin Manguberdining ularga qarshi o'sha dushmanni, deylik Chingizxonni va Mo'g'ullarni qo'shinni xatti-harakatlarini, texnologiyasini, manevrini ularni yaxshi o'rganganligini biz Parvondashtdan ko'ramiz. Sin daryosi bo'yidagi jangda, umuman Mo'g'ullar bilan bo'lgan janglarda deyarli barchasida faqatgina bitta o'sha Sin daryosi bo'yidagi jangdan tashqari deyarli Mo'g'ullar bilan jangda mag'lub bo'lmagan. Ochiq janglarda. Ya'ni Jaloliddin Manguberdini aytyapman faqatgina. Jaloliddin Manguberdi Sin daryosidan boshqa birorta Mo'g'ullar bilan jangda, kichik jang bo'lsin, katta jang bo'lsin, mag'lub bo'lmagan. Uni bu mag'lub bo'lmasligining eng asosiy sababi Mo'g'ullarning deylik o'sha qo'shiniga munosib javob bera oladigan mudofaa yaxshi o'rgangan, taktikasini yaxshi o'rgangan, munosib javob topa olgan va bu ham uni alohida o'rganish kerak bo'lgan xususiyati. Xorazmchoqlarda mag'lubiyatga uchrashiga hozir Behzod aytgan narsa sababchi bo'lgan. Men o'qigan manbalarda. Sababi shundaki, ularda ko'chmanchi madaniyatda bo'ylagan, ko'chmanchi harbiylar otliqda yuradi, shaharlarga bostirib kelganda, biz shaharlarda nima qilaversak, qo'shinni shaharlarga joylashtirib qo'ysak, ular bizni ola olmaydi, chunki otliq bilan oladi. Lekin bitta narsa unutib qo'yishgan. Bular bu yerga bostirib kelguncha Xitoy devorini voyroq qilib qo'riq bilan kelyapti. Tajribada o'tib bo'lgan. Buni unutib qo'yishgan bular.
Xitoy devordek katta joyda Xitoy deganlar olishgan. Bu shaharlarga yashinib olsak, ana Sulton Muhammad ham juda nima deydi? Nodon odam ham u imperiyasini 2-3 barobar kengaytirgan odam sanaladi o'zining davrida. U faqat bitta narsaga ishongan, bular ko'chmanchilar hozir. Uni modernizatsiya bo'lganini nima qilmagan? U nima evaziga kelayotganini bilmaganda, nima evaziga. Haqiqatan juda to'g'ri. Ustoz aytgandek, bular o'sha boshqa ko'chmanchilar, odatdagi ko'chmanchilar deylik, Qoraqo'ylar, boshqa Qipchoqlar Kelib aylanib aylanib qochib ketadi. bu Morin nahriga kelib turib qishloqlar, shaharlarni talab mayli ketsin-da, biz u yoqqa qo'shin to'plab, zaxira to'plab, so'ng zarbani beramiz degan bir fikr bo'lganda bu yerda. Ularni qo'lida boyaga anodan palaxmon tosh otadigan va oti nima edi, Sanjan Ahmad. O'shandan tashqari poroxlar bilan kelgan. Bu shaharlarda indamay vayron qilib kirib ketavergan. O'rniga keyin dovdirash boshlanganda. Qal'alar davri tugagan, o'sha Mo'g'ullarga kelib, qala davri, qala endi bu shaharni saqlaydigan nima ahamiyat, devorlar davri tugadi. O'sha Mo'g'ullardan keyin. Ayniqsa Amir Temur davri. O'sha Amir Temur bu o'sha poroxni ishlab zamonaviy artilleriyaga aylantirdi u Amir Temur davrida. To'g'ri, u o'sha bochkalarda, boshqalarda, ko'zalarda poroxni yoki yanuvchi moddalarni olib darvozani tagiga, darvozani oldiga yoki devor tagiga o'sha Mo'g'ullar qildi. Xorazm shohlarga qarshi kurashda zo'r samara berdi. Ammo Amir Temur davriga kelib endi u modernizatsiya bo'ldi yana ham. Umuman tarix juda qiziq narsa. Tarixda tarixdagi shu bobolarga xos, shu bobolarning og'rig'ini his qilib yozish kerak. O'shalarning tafakkuri darajasida yozish kerak. Ular nimani o'ylagan, nimani orzu qilgan, nimadan og'rigan. Hozir uni badanga sildirib, mohiyatini o'zi shuni tagida qanday mohiyati bor edi. O'sha mohiyat anglanmay qoladi-da, bizda qahramon deb qahramon qilib qo'yganamiz bo'ldi. Urushda qilich bilan uni yengdi, buni yengdi, bizning jangari kinolarimiz bor-ku. Schwarzenegger hammani yengishi mumkin, lekin qahramon bo'lmaydi men uchun. Shunga o'xshagan Schwarzeneggerga keladi, hammani yengadi, keyin uni yosh bola, qarang hamma narsani yengdi. Lekin u nima uchun yengdi? Nima maqsadda yengdi? Yengishdan maqsad nima? Kurashdan maqsad nima? Kurashning nima stimul, nima unga asos berib turibdi? Bu savollarga javob bo'lmaydi. Adabiyot mana shu savollarga javob topib beradi. Endi bizni adabiyotimizda ustoz Jaloliddin shaxsiga o'zi unchalik ko'p ham murojaat qilishmagan. Maqsud Shayxzoda birinchi nima qilgan bo'lsa, keyin adabiy nuqtai nazardan keling endi bu buyog'i endi adabiyot tarixida murojaat qilishmagan emas. Masalan, murojaat qilishgan Shayxzoda yaxshi asar yozgan. Bugungi juda ko'p qo'shiqlar, juda ko'p narsalarning asosida o'sha asar yotadi. Faqat bir narsani tasavvur qilinglar endi. Endi bu boshqa tarix. Jaloliddin davrini tugatdik. Jaloliddin haqida umuman tarixiy asar. Mana Xorazm Jaloliddin asari 43-yilda Shayxzoda juda aqlli odam bo'lgan. Shu bosqinchilik, nemislarga bosqinchiliklarga qarshi kurashyapmiz degan ostida Jaloliddin qahramon qilib ko'tarmoqchi bo'lgan tarixda. Ungacha tarix, sen tarixing yo'q. Sen savodsiz xalq eding, sen feodal ularni qilyapsan degan ayblovlardan Qodiriyda o'lib ketuvdi. Hammasi qilib tashlagan. Feodal jamiyatlarda, ya'ni sinfiy jamiyatdan o'qigan. Mana shu asarda Jaloliddin Xorazm shoh qilgandan keyin o'zi bir marta, ikki marta qo'yilib, juda yaxshi qo'yilgan teatr. Va birdan qatag'onga uchradi. Tasavvur qiling, 43-yilda, 44-yilda qo'yilgan bo'lsa, 88-yilgacha o'sha asar qayta chop etilmagan. Sababi nima? Sababi u Gruziyaga borganda odamlarni ularni qatl qilgani uchun Stalinning anosiga yetkazib borib, Stalindan anosini himoya qilaman deb ko'p kishini qamargan. Shundan keyin Jaloliddin Xorazm shoh, Jaloliddin Manguberdi obrazi bu minaga o'xshagan qo'rquv boshlab turadigan narsa bo'lgan. Shuning uchun ko'plar murojaat qilmagan. Yana o'sha asar qayta bosilgandan keyin mana hozir men o'zim Jaloliddin Manguberdi degan Jaloliddinga boshlangan o'nlab roman o'qidim hozir. O'zbek adabiyotida. Shodat Ulug'ova, Shodat Isoxonova, Baxtiyor Abdug'afur ko'p kishi yozib tashladi. Mustaqillikning ilk yillarida endi Erkin Samandar. Erkin Samandarning dramasi, unisi ham bu, unisi
ko'p kishi yozib tashladi. U yozilyapti. Mayli yozaversa ichida saralanib qoladi. Biz bularga baho berish niyatim yo'q. Bu milliy teatr qo'ydi, u qo'ydi, hammasi saralanib yaxshi qoladi. Lekin yaxshi asar yozish kerak. Bu qahramonlarga munosib asar yozish kerak shu. Endi men nimaga aytmoqchiman buni? Ya'ni biz Xorazmshohlar davrini yoki Jaloliddin Manguberdini shu davrdagi o'sha siz aytgan o'sha nimani fojiani ham, kamchilikni ham ochib berish uchun balkim faqat Jaloliddinga emas, balkim o'sha aytgandek Turkon xotunga bosh qahramon sifatida unga murojaat qilish kerakdir balkim adabiyotda ham Albatta, masalani faqat bir tomondan qarash kerak emas. Bu masalaga turli talqin qilinaverish kerak. Har bir talqin bir marta millatning intellektini oshiradi. Masalan shu imperiyacha tafakkur haqida Jaloliddinga yondashsak bir marta, Turkon xotinga yondashsak bir marta, yoki Temur Malik o'lim bitta yirik shaxs. O'lim va hatto Sulton Muhammad o'zi uchun ham juda katta imperiyacha tafakkur. Chunki uni biz eng zaif, eng qo'rqoq ba'zida jur'atsiz odam deb unaqa emas. Masalan men unaqa deb tasavvur qilmayman. U mutlaqo boshqa o'nga bir yondashilsa bor. Shu imperiyacha tafakkurdan siz biz o'quvchilarning ichiga, siz bizning ichimizga shu tafakkurni chimdamdan topsa ham bizning sal bo'lsa ham tafakkurimizda imperiyacha narsa paydo bo'ladi. Bu tarbiyalaydi odamning intellektini tarbiyalaydi. Bir tomondan qarashni o'rgatmaydi-da va bir tomondan borib ko'r-ko'rani ishonishni emas. Turlicha talqin, tarix turlicha talqindan iborat. Shunday. Albatta bitta narsa bor, tarixiylikka xiyonat qilmagan holda. Tarixiylikka xiyonat qilish kerak emas. Misr tarixida masalan Shajarattur tarixi o'zi Shajarattur ham siyosiy bosh bo'lib ko'p turmagan, lekin asosiy figura bo'lgan. Unga alohida yondashadi-ku, Misr adabiyotida ham, boshqasida ham, kinosida ham. Biz adabiyot shunaqa narsa, alohida har bir yozuvchi Jaloliddinni bo'ladimi, Amir Temurni bo'ladimi, o'zi uchun qaytadan kashf qilish kerak. Agar u Jaloliddin haqidagi men shu paytgacha o'zim o'qib, ilmiy asarlarda o'qib yurgan tasavvurlarimdan chiqib ketmagan asar yozsam, men uchun yaxshi asar bo'lmaydi. Qachonki o'zi uchun kashf qilib, o'zi uchun men uchun ham bir tomonini kashf qilib berilgan bo'lsa, u haqiqatan ham tarixiy asar yozgan bo'ladi. Bo'lmasa, o'sha tarixda bor narsani undan ko'ra nasaviyni olib, sal dialog qo'shib, e'lon qilaversa bo'ladi, hammasiga javob beradi. Jaloliddinni sevish kerak, o'rganish kerak, uni qaytadan kashf qilish kerak. Va kashf qilayotganda bugungi kunning ruhiyati degan narsasi bor. Bugungi kun uchun tarixdan tortib olish kerak uni. Bugungi kun uchun asar yozish kerak. U Jaloliddin davri uchun, Jaloliddin o'zi uchun adabiyot asari umuman kerak yo'q. Bugun uchun xizmat qiladi. Bugungi xalqning tafakkurini o'stirish uchun shu bo'linishlar, orqadagi parakandaliklar, bir-biridan o'qilayotganlarga hammasiga zarba beradigan, yoki hammasini o'ylantirib qo'yadigan, hammasini birlashtiradigan bir boshqacha asar kerak bo'ladi. Shu endi u gapiraversa Jaloliddin haqida gap ko'p. Uncha bugun ko'p gapirdik. Rahmat, to'g'ri. Rahmat ustoz, haqiqatdan ham siz aytgandek adabiyotni O'zi aslida men gapirdim uni. O'zi shu uchun nima qildik-ku, sizni ko'proq gapirtirish uchun, sizdan ko'proq narsa olish uchun suhbatimiz o'zi asosiy maqsadi ham shu. Chunki bizning tomoshabinlarimiz shu mehmonlarimizdan ko'proq narsa eshitishi, mehmonlarimizni, ustozlarning fikrlariga qiziqadilar va biz ham shuni ko'proq bizning kuzatuvchilarimiz va o'zimiz uchun ham bo'la fikrlaringizni biz uchun muhim bo'lgani uchun albatta men shu suhbatni tashkil qilgan edik va albatta men o'ylaymanki, xuddi men uchun bo'lgani kabi hozirgi ustoz sizlarning fikrlaringiz tarixni to'g'risini aytaman, o'zim tarixchi bo'lganim bilan ham yangi bir qirrasini ochib berdi va o'ylayman bizning tomoshabinlarimiz ham bu foydali bo'ldi va ular ham yangi bir tarixni yangi bir nigoh bilan, yangi bir rakurs bilan ko'risha muyassar bo'ldilar. Suhbatlaringiz uchun katta rahmat ustozlar, tashrifingiz uchun, suhbatingiz uchun, qimmatli fikrlaringiz uchun va albatta bizni kuzatayotgan tomoshabinlarimiz ham bu fikrlardan o'zlariga manfaat topdilar. Istardikki
tomoshabinlarimiz izohlarda o'zlarining fikrlarini bildirsalar, munosabatlarini bildirsalar va ushbu videomizni do'stlarga jo'natib qo'yib, bizni sahifamizga obuna bo'lishni unutmasalar, bizni suhbatimiz ko'proq yurtdoshlarimizga yetib borgan bo'lar edi va ular ham sizni mana shunday noyob va qadrli fikrlaringizdan bahramand bo'lar edilar. Barchangizga rahmat. Keyingi sonlarda hali yana uchrashamiz, nasib qilsa. Nasib qilsa. Rahmat sizlarga. Rahmat.